Bu qo'shnining puli yo'q dedi. Yangi traktor olyapti. Mendan so'ramasdan ham oladim. Ha shakarop qilaman deganim pomidorimda boplayman. Bu uyda qachon qildi? Nech pulga tushdi? Hozir boplayman. Qaranglar. Pomidorni surkaganimdan keyin dabdala chiqadi. O'ng'almaydi. Ye. Chiqib qoldi-yu, ha? Nima qilaman aka? Hozir shunisiga tiqib qo'yaymi? Nima qilyapsiz o'zi? Aka, nima qilyapsiz? Siz qo'shni emas, siz tiqilib qoldim. Pomidor surkasam dabdala bo'lasizmi? Hech narsa qilmayapti. Ye, bu ketyaptimi bu? Qoldingiz mana. Ketdimi? Loyqa surkasi ham ketadimi? Hamma yo'q surkasangiz. Nima qildirdingiz? Nech puldan tushdi o'zi bu? Sizda aldagan 1 oyga ham bormay, to'kilib ketadi, qarab turing. Soddasizda aldanaverasiz. Usta menga aytdi, ota boboyizgacha javob dedi. Necha yil garantiya dedi? 10 yil, 15 yilga garantiya beraman. 10 yil, 15 yilga garantiya. 10 yil, 1 oyga ham bormaydi deb o'ylay turibdim. Shuni bu eng zo'r narsa ekan. O'zbekistonda yangi chiqqan eng oxirgi modeli mana shu ekan. Shumi ekan? Xuddi shu ekan. Rostdan 10 yil garantiya. 10 yil, 15 yilga garantiya. Qani buni gullarni kattaroq qilsak ham bo'ladimi? Oq-qora qilib? Buni 3 xil, 4 xil varianti bor ekan katta qilish qo'shni. Necha pul? Agar qildiradigan bo'lsangiz menga ayting, men ustalarni chaqirib beraman. Bormi usta? Nomerini topa olamizmi? Albatta bor. Necha puldan to'g'ri keladi 1 kvadrati? Xo'p, mana shu holati kvadrati 100 mingga bo'ldi. Bundan kattasi bor ekan, u 90 mingdan keladi. Uyda egasi nima olib berish kerak? Uyda egasi men olib bergan narsam les olib berdim, osh-ovqatni berdim, qolgan narsamni o'zlari. Bo'ldimi? Shumi hech narsa kerak emas. Shunaqa zo'r ustalar bormi? Men ishim tugatib pulini sanab berdim. Bunday qo'shni degan odam chiqib bunday o'rgatdi-da, men qachondan men remont qila olmay yotib. Bu videomizda ko'kana qo'shlar yuborib qo'yilsa, ya'ni 10 yil garantiya berar ekan. Bunaqasi bo'lmagan telefon qilaverasizlar.